Qozog'iston parlamenti hukumat va OPEC jamg'armasi o'rtasida xususiy sektorda tegishli ishlar o'tkazish bo'yicha shartnomani ratifikatsiya qildi. Hujjat jamg'armadan qarz olish, kafolatlash, turli moliyaviy imkoniyatlardan foydalanish uchun yo'l ochadi. So'nggi 50 yil ichida OPEC investitsiyalari hajmi 30 milliard dollarga oshdi. 125 davlatda 4000 tadan ziyod loyiha amalga oshirildi. So'nggi 20 yil ichida Markaziy Osiyoga 1,4 milliard dollar investitsiya yuborildi. Shartnomaga muvofiq, jamg'arma Qozog'istonda to'laqonli huquqiy shaxs sifatida tan olinadi. Бұл нарықтық жағдайлармен салыстырғанда Bozor sharoitiga nisbatan olganda, ayniqsa katta sarmoya va uzoq muddat ishlashni talab qiladigan loyihalar uchun juda qulay shartlar taklif etildi. Bundan tashqari kelishuvga muvofiq, OPEC jamg'armasi ajratgan mablag'ning maqsadga muvofiq ishlatilishi, investitsiyaviy dasturlar ro'yobga chiqarilishi qat'iy nazorat qilinadi. Shartnomaning ratifikatsiya qilinishi moliya manbalarini kengaytirish, arab davlatlari moliya tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish imkonini beradi. Mamlakat investitsiyaviy iqlimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. мүмкіндік береді.